o'g'lingni haydab ko'ngli joyiga tushdimi? Baqirganini eshitdingizmi? Xuddi otasiga o'xshaydi. Ikkalovini turpog'ini bitta joydan olgan. Bir og'iz gapimga baqirib arazlab chiqib ketdi. Ering senga qancha yarashaylik deb yorvardi. O'zing qo'yib solding-ku. Nima? Kechirishim kerakmidi? Kechirishim kerakmidi? O'sha xiyonat qilgan odam bilan yashashim kerakmidi? Ikki dunyoda ham yashamayman. O'zim oyoq osti qildirib qo'ymayman. O'zimga yarasha g'ururim bor. Hey, menga qara. Bolalaring uchun kechirsang, asakan ketmasdi. Kechira olmayman. Ikki dunyoda ham kechirmayman. Xiyonatkor bilan bir kun ham yashamayman. O'sha g'ururing farzandlaringni ko'z yoshdan ham ustunmi? Menga xiyonat qilayotganda u bolalarini o'yladimi, oyi? Ba'zan erkak kishi yo'ldan adashadi. Nima? U ko'rmi? Soqirmi yo'lidan adashadi? Qizim, doim o'zingnikini ma'qullaysan-a.